Abdullah sizin oğlunuz mu? Vay mübarek olsun. Çıraylık küçük oğlunuz var ki. Mana köz tekmesin ha. Hoş ellerim bunda koysa sahnaga chiqqanda qat'iy jiddiylaşmanglar. Bulamda halatimizni namoyon qilmizmi? Bulamda. Ya! Anası var ay iken ay iken dadası var anası yok, atası yok bu dünyada. Harike anası yok, atası yok bu dünyada. Amin efendim. Bu ata hakikaten baxtli. İki oğluna kelib, müzik çelisiga bir sahnaga chiqib, bir oila kishilari o'z talatini namoyon qilish oson ish emas. Atam bulsa görsem
Anam bilen adamı kısmetine olsam Ben Nift şehri Karmay'dan geldim. Bu yer 49 yaş girdim. Kıvatkan kesbim tabii orman yavaya vakık deymen. Jungle'da turayım jungle'da. Ama o ikisi benim oğullarım burada özünü tanıştırsın. Benim ismim Yaşar, bu yıl 10 yaş kirdim. Bu 4. yıllıkta okuyman. 10-11 yaş kırdın ha? Ya 10 yaş kirdim. Noçanlar beringlar, noçan. Selamünaleyküm, benim ismim Alcanar. Mektepte okuyman, bu yıl 1. sınıfta. Vay, yaxshi. Maqul. Balam ismini anglayapman, boshqadan degina balam ismini. Assalamualaikum. Voy. Ha, ismini boshqadan de. Benim ismim Alcanar. Abdujallalmi? Canar. Abduyanar. Bak yaxshi o'rindadinglar, rahmat. Sen hammasi ust ekansan. Yanar hammadan ust ekan. Muborak bo'lsin. Sizlar bugun sizlar dadang o'rgatdimi sizlarga? Kim o'rgatdi? Üzemigendim. Ha? Üzemigendim. Ona. Ya dadang sana o'rgatmadimi? O'rgatmamdi odatda. Jangal juusu nimani kutdi o? Sana kim o'rgatdi gitar chalishni, eg'iz garmon chalishni bala? Üzemigendim. Voy, anda demagin bir o'rgatgandi o. Dadam üretken. Ha, bunu deyman. Bu bo'ldi bu. Pes tushgan ikki qo'lig'imda og'rilib qolmagan deyman-da. Ballang ikki shlyapasini bozordan epagimi o'zinglar tiktirganmi? Pazardan algan. Ya bak quyganda qilib turamdi. Sizmi bir xil qilasiniz o'p tikasizlar. Ballar bilan o'xshash. Tapamadım pazarda yok ki yamış. Ancha munchalik ranglik bir seg'izyapti, shurosum chaplamay. Shunlarning ma gruppasi nati yaxshi, bak yaxshi. Onaniki ma kichik yanarma shundoq eg'iz garmon gitarni shundoq chiroyli chepadi. Talantliqga. Ha, talantliqga. Shunlashqa men sizlarga bir bilet tashildim. Rahmet. Rahmat. Menmo devtay mayliq atandan ayrilish artık harken degan yay keldi o'qidik qo'mish naqshini. Atan to'g'riliq. Men bayatdan sizlarning chiroy qarab baxaro kutib deb ko'rdim. Yine Hesiyat. xaro olgandim-chu, haddidan ziyoda. Tayoqning tigida turib xaro olgandekni ko'rdim men-chu. Mayliq naqshi degan narsa odamga ozroq bir yiqishliq. Bunda bir ancha-muncha chiroyli bo'lsa-mu, ozroq bir lekin cho'qim shu hissiyat chiqish kerak. Hissiyat bek ishib ketsin bo'lmaychi, oshq tuzini chiqsa desa tuzli qolib qoladi. Şu aç hissiyat qilsal diqqat qilsanglar. Lekin mashkalarning gap yo'q, bular bu ma'noda, ha? O'zing o'rgangan. Shunga endi yana taqa qolganlar bor ekan, men asli buningda bir bilet tashlamoqchi edim. Lekin men bu qitim tashlamay turay. Abiyam degan narsaga, Xalmuratni degan narsaga buningdan keyin diqqat qilsanglar, ikkinchi qatimda cho'qim birinchi bo'lib o'zim tashlayman. Rahmet. Yanar, sen bugün dadang bilan akangni yuqori nomerga erishdirding sen. Sen bo'lmagan bo'lsang, akang bo'lmagan bo'lsa, dadangga qizil chiroq yig'ib ketadi bugun. Muborak bo'lsin, men sizlarga bir bilet tashlayman. Rahmet. Bu ikki kichik mahirimizningki talanti haqiqatan bizni ta'sirlantirdi. Tövendeki tomoshabinlarninki alqış sadolari qulubni ko'tarayotgandek bo'lib ketdi. Biz shunchalik ta'sirlandik. Shuning uchun men bir bilet tashladim. Rahmet. Muborak olsun. İkinci san programımızı görüşürüz. Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin.
Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Mana, ha? Turib, canım. Xoş buldingmi?